Asaka Agrostar bilan hamkorlikda zamonaviy issiqxonalarda ko'chat yetishtirish bo'yicha ishlar olib boryapmiz. Oldingi biz an'anaviy usulda ko'chatlar misol 70 kunda tayyor bo'lsa, bular hozir 30-35 kunda tayyor bo'lyapti. An'anaviy usulda oddiy chirindi mahsulotidan tayyorlanasdi. O'shini hisobiga kasalliklar ko'p bo'ladi. Bunda tors, vermikulit, perlit asosida tayyorlangan ko'chatlarimiz kasalliklarga chidamli, sog'lom, misol oddiy fiziologik so'lish kasalligi, ildiz kasalliklari umuman yo'q. Ekologik, toza, sifatli ko'chatlar xalqqa yetkazib berishni yo'lga qo'yganmiz. An'anaviy usulda yetishtirgan ko'chatlarimiz 1000 so'mdan 2000 so'mgacha tayyor bo'lyapti. Hozir bular 400 so'm, 500 so'm atrofida tayyor bo'lyapti. Yil 12 oy ko'chat bu yerda tayyor bo'ladi. Buni aqlashdeniya mana zamonaviy ko'rpa, setkalari bor, hamma tomonlama sharoitlari zo'r.